Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Andijonda keldik. Mana Javlon aka joyiga, Oilaviy Palma restoraniga. Buni obzorini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Mana aka, mana kirish tepada joylari. Stenkasi ham bor ekan, mana mashina qo'yilgan. Mana tepada kuxnyasi tepada ekan. Mana tepada joylari. Yaxshi. Akalar o'tirgan, bezovta qo'ymaylik. Pastdagi joylarni ko'rib chiqamiz. Pastda oilaviy joylari ekan. Mana tepada shashlik ekan. Mana akalarimiz shashlik pishirar ekan, mana. Shashlik pishirib. Mana shashlik. Mana. O'rdak go'shtdan shashlik bor ekan. Avoshdan shashlik bor ekan, mana aka. Kavkazskiy qiyma bor ekan. Hammasidan bor ekan, mana aka. Pastlarda joyi bor ekan, mana. Joylar shuna mana. Mana akalarimiz o'tiribdi. Mana xonalarimiz. Akalar o'tirgan ekan. Shuna joylar yaxshi. Mana aka. Joylar. Shuna televizorlari bor. Hamma sharoiti bor ekan, konditsioner. Hammasi yaxshi. Kelingizlar, mana aka. Bemalol mana oilaviy o'tirsalar ham bo'ladi. Oilangizdan ota-onangiz ko'p, jigarlaringizda